Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Chang qog'adigan apparatimiz sotuvda, turetskiy оборудование. Avtomatika полностью konvertni lenta o'zi tortib olib kirib ketadi. Bu moslamani o'zimiz yasab olganmiz, juda удобный bo'lish uchun. Gilam yerda turmaydi. Tortib kirib ketadi o'zi. Tak, afzalliklaridan bunda cho'tkasi bor. Qoqqonida betiga chiqib qolgan changni chiqib ketmaydi o'zi bilan, oshiqcha tuklarni, changlarni o'zida qoldiradi. Mana shu cho'tka yordamida ikkita valv uradi, bittalik emas, ikkita valv bir vaqtda o'zida ikkita valv uradi. Keyin yana afzalliklaridan chiqqan gilamni pastga tushirmaydi-da, mana shu yerda o'ziga qaytarib qo'ysa yig'ilib qoladi. Keyin mabodo bittada changi tugamasa, bu narsa orqaga ham oldiga ham aylanadi. Mana konveyer ketdi, tortishni boshladi. Buni obratno aylantirsak bo'ladi. Xuddi shu tarzda uradigan valvlarda cho'tkani ham obratno aylantirsa bo'ladi. U degani gilamni tushirmagan holatda 2 marta, xolasangiz 3 marta qoqib olsangiz bo'ladi. Bitta shunaqa gilamga maksimum 2 minut vaqt ketishi mumkin. Tak, bunga komplektida pilisosi birga keladi. Pilisosi ulanadigan joylari bo'ladi pastida. Hozir ko'rinmaydi shekilli. Uni ulasa, bu foydalanganlar biladi, bu ko'tariladi. Bu filtr vazifasi, oshiqcha chang turpoqlari, grubilari pastda qoladi. Bu ham motorda ishlaydi. Tak, eng katta afzalliklaridan biri buni shneki bor pastida. Tak, hozir ko'rinadimi? Shneki bor. Bu shnek ichiga yig'ilgan turpoq changlarni hammasini mana bu yerga olib kelib beradi. Bu idishga yig'iladi. Changlar, turpoqlar hammasi shunga yig'iladi. Har tomonga qarab ketmaydi. Pastidan ruchnoy yig'ishtiriladigandan emas, bu shnek o'ziga mana shu yerga olib kelib beradi. Hozir shu narsani chiqarib olsa bu. Ustini ochiq qilib qo'yganimiz bu demonstratsiya uchun ochildi. Atak ustida ikkita защитный oynali stiklanli защиталari bor. Yopib qo'yiladi, chang ko'tarilmaydi. Tем более pilisos ulagan holatda chang juda mizerniy darajada ko'tarilishi mumkin. Atak unaqa sexni chang qilib tashlaydigan darajada bo'lmaydi. Mana hozir yana ishlatib ko'rsatamiz. Bu tomoni mana baquvvat qilingan seplar bilan ulangan o'qlar o'zaro. Birinchisi konveyerni yuguzamiz. Tak, mana uchinchisi shotga aylandi. Mana shotga. Ko'rdinglar, bitta palashchaga 1 minut vaqt ketdi. Tak, bizning seximizda testoviy ishlagan bu narsa. Ikkita bola 1 soatda 1000 kvadrat gilamni bemalol changini qoqib chiqarishib yuborgan. Shu apparatimiz xudo xolisa sotuvda.